Mana shu yerda uy qurib bitkazilyapti. Qurilish ishlari tugayapti, xudo xolasa. Mana bu yerda ayvoni bor, katta. Katta naviyasi bor. Uyda o'zi mana turishi. Hozir yaxshilab videoga olik. Ayvoni zo'r qilingan. Tepasi leksan. Mana bu yerda o'choqlari bor. Bu yerda kamfuraga joy. Bu yerda o'choq, bu barbekyu, bu yeri o'choq, bu yeri rakvina bo'ladi. Tak, bag'ida tashqi tualet. Uyda o'zi mana 2 etajlik uy, lekin podvali ham uydaqa katta, chuqur. Manzil Eko shaharning yonida. O'ni domlar, orqadagi domlar Eko shahar Farg'onada. Mana shu yerda. Hozir endi bag'ini olamiz. Video qilib. Hozircha bardak qurilish ketib turgani uchun yig'ishtirilgan yo'q hali. Bag'i bu podvalga tushib ketish zinasi. To'g'rida katyol. Katyolxona. Mana shu katyolxona. 2 ta katyol qo'yilgan. Двухконтурный ikkalasi ham. Bu katyolxonasi. Endi hozir podvalni ko'rsataman. Podvalga orqadan ham, ichkaridan ham tushsa bo'ladi. Mana bu podval, bitta xonasi. Bu ham как uydaqa. Zo'r qilingan. Podval. Bunisi koridor podval. Bu yana bitta podval, yana bitta xona. Katta. Bemalol dam olishga bilyardlar qo'yib olib, tennis stollar qo'yib olib, mazza qiladigan joy. Mana bu zina tepaga chiqib ketish. Zinalar ham bo'lgan. Uyda remonti bo'lgan. Bunaqa chiroyli stilliklar qo'yilgan. Bu hozir podvaldan chiqyapmiz. Ranglari ham zo'r tanlangan. Bu birinchi qavat. Uyda birinchi qavat. Tak, birinchi qavat. Bu kirish joy hovlidan. Mana hali ko'rsatgan naviyasi. Ba'dan kiriladi. Bu birinchi qavat. Bu bitta xona. Buni ham remonti bo'lgan. Lyustrasigacha ilingan. Remont tayyor. Eshiklari ham yaxshi eshikdan qo'yilgan. Bu bitta xona. Endi bag'i ham yana bitta xona. Bu lyustra, bu xona ham bitgan. Ranglari ham zo'r, cho'tki tanlangan. Dizaynerlar ishlagan bitta. Bu to'g'rida sanuzel. Bu yerda yana bitta xona. Mana birinchi qavatda 3 ta xona bor. Bu ham bitgan. Lyustrasi ham ilingan, tayyor. Ana bitta rozetka qoldi, shuni qo'yib qo'ysa, rozetkalari qolganda, elektr ishlari qolgan. Qolgan hammasi bo'lgan. Eshiklari ham zo'r. Bu hali sanuzel etgan. Mana shu sanuzel. Bu yerda ham ish qolgan hozir. Ashlab bitiriladi. Polni kafel. Ana keramik granitmi, nima? Yaxshi kafildan qilingan. Bet shit. Betga nima? Mana bu birinchi qavat. Birinchi qavatda bitta xona, ikkita xona, keyin bu 3 ta xona. Bunisi sanuzel, bunisi kuxnya. Kuxnyaga ham o'sha lyustralar ilib qo'ygan. Bitgan.
Mana shunday. Baqqa kuxniy mebel qo'yiladi. Endi buni kelishiladi yo qo'yib beriladi yoki sotib olgan odam o'zi qo'yib oladi xohlaganidek kuxniy mebelni. Mana shu bitta eshigi 2 qanotlik. Bittasi kichikroq, bittasi kattaroq. Mana shunday. Eshiklari ham zo'rdan olingan. Tayyor mebelni olib kelib yashaydigan uy. Bu birinchi qavatni ko'rsatdik hozir. Birinchi qavatimiz. Bag'da xona, bag'da 3 ta xona. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda ham remont polni bitgan. Mana shunday. Lestnitsalari ham zo'r. Ikkinchi etajda 4 ta xona. 1, 2, 3 ta va 4 ta. Mana bu yerda 4 ta xona. Bu sanuzel. Buni ham уже bitgan. Simesitlarni qo'ysa bo'ldi. Montajlarni qo'ysa bo'ldi. Elektrik bilan santexnikda ish qolgan. Mana bu xona. Tepada xonalar aboy, lyustra. Bu bitta xona. Bitta shit, elektroshit. Berkitilgan, u ko'rinmaydi. Bu xona ham lyustrasi qo'yilgan, aboy bo'lgan. Bitta ham elektrik ish qolgan. Yana bitta xonamiz. Bitta ham yana bitta xona. Mana. Katta xona, erkerlik. Mana oxirgi 4-xona. Ikkinchi etajda. Buni ham aboylari bo'lgan, lyustra. Buni remont bo'lgan, elektrik ish qolgan. Mana shu sotiladi. Mana bu balkonga chiqish. Bet balkon menga panjara qilinadi nержавейкаdan. Chiroyli qilib. Mana shu ko'rinish shu sotiladi. Tayyor. Bo'yda olsangiz usta ishlatmaysiz. Hamma usta ishi bo'lgan. Mana shu uy.